Assalomu alaykum elektrotexnika uz kanali obunachilari va kuzatuvchilar. Bugungi navbatdagi suhbatimiz transformatorlar haqida bo'ladi. Ya'ni kuch transformatorlari haqida, ularni ishlash prinsiplari, o'rnatish joylari va pasportiga qarab qayerlarga qanday tanlashlar haqida sizlarga navbatdagi suhbatimizni olib bormoqchimiz. Har bir transformator ishlab chiqarilganda zavod raqami bo'ladi. Quvvati 50 Hz ga moslashgan, ishlab chiqarilgan yili, kuchlanishi 6000 volt, tok bu birlamchi kuchlanish va birlamchi tok 96, bu kuchlanish sinfi 10 kV-gacha, qisqa tutashuv kuchlanishi 505, chiqish kuchlanishi 400 volt, chiqish toki 1443 amper, to'liq og'irligi 2410 kg, massaning og'irligi 490 kg. Ulanish guruhimiz uchburchak, yulduzcha, 0 yerga ulangan, ya'ni 11-guruh. Rossiya Federatsiyasida ishlab chiqarilgan. Mana kuch transformatorimiz. Mana buning pasporti. Mana bu yog'ni urinni ko'rsatuvchi moslama. Bunimiz harorat o'lchovchi priborimiz. Bu kuchlanishni o'zgartiruvchi переключатель. Ya'ni ansaf deb yuritiladi. Ansaf. Tak, pasportimizning dastlabki qismi bu tip transformatori, ya'ni transformatorning turi. TM transformator masterning, ya'ni transformatorimizning ichida moyi bor. GF, G degani germetichniy, to'liq yopiq. To'liq germetichniy yopiq. F kirish-chiqish cho'lg'amlarga flyans yordamida kirish-chiqishlar ulanadi. SH соединение электрические шинные, elektr ulangichlar shina yordamida ulanadi. 1000 bu 1000 kV quvvati, 10 bu kuchlanish sinfi 10 kV, 11 bu ulanish guruhi, mana ulanish guruhi 11 degani. Demak, bu transformatorimiz massinli, ya'ni yog'li transformator bo'lib, yog' bizga ham dielektrik vazifasini o'taydi, obmotkalarning orasida, ham sovutish moslamasini o'taydi. Shuning uchun transformatorimiz maxsus radiatorlar bilan jihozlangan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Ushbu radiatorlar orasidan havo kirib, transformatorimizni havo orqali sovutish vazifasini o'taydi. Agar birlamchi kuchlanishimiz 6000 voltdan 2,5% ga ko'p bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi holatga qo'yamiz. 5% ga ko'p bo'ladigan bo'lsa, birinchi holatga qo'yamiz. Agar 6000 voltdan 2,5% ga kam bo'ladigan bo'lsa, 4-holatga qo'yamiz. 5% ga kam bo'ladigan bo'lsa, 5-holatga qo'yamiz. Kuchlanishni tanlash va bu переключательlarni holatini o'zgartirish uchun transformatorimiz tarmoqdan uzilishi shart. Ushbu ishlar amalga oshirishdan oldin transformatorimiz tarmoqdan uzilishi shart. Demak, birlamchi kuchlanishimiz 6000 volt plus minus 2 ko'paytirilgan 2,5% dan deyapti. Ya'ni ushbu переключателimiz 5 ta holatdan iborat. 3 bu o'rta holat, ya'ni 3 ta normal 6000 volt bo'ladigan bo'lsa 3 ga qo'yamiz. Har bir ansafni o'zgartirgandan keyin oldingi videolarda ko'rsatib o'tganimizdek
izmerительniy mos R333 pribori bilan o'lchash lozim. Chunki ichkaridagi kontaktlari qay holatdaligini faqat pribor aniqlik kiritadi. Qisqa tutashuv kuchlanishi 5%. Xo'sh, bu nima degani? Qisqa tutashuv kuchlanishi zanjirda elektr toki hosil bo'lishi uchun transformatorimizning cho'lg'amini bir tomoniga kuchlanish berish kerak va ushbu kattaliklarni o'lchash uchun maxsus tajriba o'tkazish lozim va cho'lg'amimizning ikkinchi tomonini qisqa tutashtirishimiz kerak. Ana shunda mana hozir bu tomonimiz qisqa tutashtirilgan va ampermetr o'rnatganmiz. Ampermetr. Ana endi bizda qisqa tutashuv kuchlanishi 5%. Bu nima degani? Bu biz bu tomonga 5% kuchlanish berganimizda shunda transformatorimizning nominal kuchlanishiga chiqadi. Nominal tokiga chiqadi. Ya'ni ushbu holatda 6000 voltning 5% 330 volt. Transformatorimizning birlamchi cho'lg'amiga 330 volt beradigan bo'lsak va ikkinchi cho'lg'amimiz qisqa tutashgan bo'lsa, o'shanda ampermetrimizda 1443.4 amper bo'ladi. Ya'ni bu transformatorimizning nominal toki bo'ladi. Agar biz ushbu tajribamizni teskari o'tkazadigan bo'lsak, ya'ni birlamchi cho'lg'amlarimizni qisqa tutashtirib bu tomondan kuchlanish beradigan bo'lsak, unda 22 volt kuchlanish berishimiz bilan 96.23 amper bo'ladi. Ya'ni transformatorimizning nominal tokiga chiqadi. Ana shunda bizda ikki holatda ham 5% hosil bo'lyapti. 5% da nominal tokka chiqadi. 100% da bu yog'i endi oddiy matematika. Agar sizga videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, izohlar yozib qoldiring va Elektrotexnika.uz kanaliga obuna bo'ling.